Depressiyadaman. Erim tashlab ketgani yo'q, xiyonat qilgani yo'q. Pulim bor, uyim bor, mashinam bor. Bir o'g'il, bir qizim bor. Ishim bor. Hammasi joyida. Lekin depressiyadaman-da cho'ta. Yig'lagim kelyapti. Nimadan bo'lishi mumkin? Bir tutib qoladi shunaqa. Hamma narsa yetarli, kamchiligim yo'q. Bunday o'tirib o'ylasam, siqiladigan sababim ham yo'q. Har tomonlama alhamdulillah mukammal. Lekin yig'lagim kelyapti. Nimaga? Sizlarda ham bo'ladimi? Ayollar, biz shunaqa yaratilganmizmi? Bizga har doim problema kerakmi? Biz har doim problema bilan yashasak, yig'lashga sabab topamizmi? Nimaga?